quruq yo'talda nimalar mumkin emas? Asosan ingalyatsiya mumkin emas, chunki ingalyatsiya tomon ishliq qavatini yanada quritib yuboradi va jarayonni kuchayishiga, ya'ni yo'talni battar kuchayishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Salbutamol sprey asosan quruq yo'talda qilmaganinglar yaxshi. Salbutamol spreyni obstruktivniy bronxitda, ya'ni o'sha bronxlar bu ya'ni spazmga uchrab atyok bo'lib qolgan paytida qilganimiz ma'qul. Hamda dexanosuprasilli ukollar qilinadi. Bunaqa paytda ham iloji boricha quruq yo'talda ular yordam bermaydi va balg'am ko'chuvchi dori vositalari. Men shu narsani 2 yoshgacha bo'lgan bolaga tavsiya qilmagan bo'lardim. Quruq yo'tal bo'ladimi, balg'amli yo'tal bo'ladimi? Quruq yo'talda bu balg'amni suyultirib, ko'paytirib, pnevmoniya holatigacha olib kelib qo'yishi mumkin. Bunaqa holatlar haligacha davom etyapti. Va eng asosiy narsa vitamin C tarkibli vitaminlar mumkin emas.